Hosilbonlik ko'proq bo'lar ekan, yaxshi bo'lar ekan. Kasalliklarga chidamli bo'ladi. Tajribamizda mana shu 4 yildan beri tomchilar sug'orishga o'tganmiz. Ana shu ikkita teplitsamdan 30-40 millionlik bodring sotaman. Shu ko'llarda 20-30 millionlik un sotamiz. Shunga karam berdi ekanmiz. 10-15 millionlik karam sotiladi. Qovunchi mahalla deyishadi besaranliklarni. Qovun yetishtirishda ularning oldiga tushadigani yo'q. Asosiysi bu qishloqda may oyida bo'ladi mavsum. Aytarli har bir xonadonda maqosda uchratasiz qovun paykallarini. Bu qovunni 14-may kuni ekkanmiz. Xudo xolasa 15-may kunlariga birinchi hosildorliklarni bozorga chiqib xalqimizga dasturxoniga beramiz. Kiloga yopishimizdan maqsad xomiriga issiqni yaxshi o'tkazadi, namlikni saqlab turadi. Suv qo'yganimizda suv kirayotgan muzday suv ma'lum miqdorda issiq bo'lib turadi buning ichiga. Hozir ayni ish qizg'in qishloqda. Qovun paykallarida palaklarni mahalliy til bilan aytganda tarashlash ishlari boshlangan. Bu esa har bir xonadonda kamida 4-5 tadan mavsumiy ish o'rni degani. Bu joyimizga 1,5 mingta qovun ekkanmiz. Bitta qovunimizdan 2 tadan ushlab tutganda mevasi ham 2 donadan bo'lsa 3 ming dona qovun bo'ladi. O'rtni ta'minlash, profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Andijonda tashkil etilgan xavfsiz bilim maskani mavzusidagi o'quv amaliy seminar ham bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Seminar davomida maktablarda kirish-chiqish nazoratini kuchaytirish, zamonaviy video kuzatuv hamda signalizatsiya tizimlarini keng joriy etish, qo'riqlash xizmati faoliyati samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, qulog'ini kesamizda hozir. Tezkor, aniq va muvofiqlashtirilgan harakat qilish mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha aniq taklif va amaliy tavsiyalar berildi. Bu amaliy mashg'ulotlar bizga nima uchun kerak? Mana shu o'quvchilarimizga mana shu holatlar, zilzila holatlarida, yong'in holatlarida o'zlarini qanday tuta olishlarini bugun mana shu amaliy mashg'ulotlardan to'liq ko'rib, o'rganib, xulosa qilib olindi. Bunday amaliy taktik mashg'ulotlar maktabda o'tkazilishi biz o'quvchilarga juda ham katta bir ma'naviy ozuqa beradi. Ta'lim muassasalarining xavfsizligi bu faqatgina jismoniy qo'riqlash yoki texnik vositalar bilan cheklanib qolmaydi. Bu avvalo o'quvchilarning xotirjam ta'lim olishi bilan bevosita bog'liq mas'uliyatli jarayondir. Amaliy mashg'ulotlarda shartli favqulodda holatlar modellashtirilib, ekstremal vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, evakuatsiya. Nima bo'ldi? Men suv ichibsan. Neydi? Nasıl? Men achchiqmi suv? Nima uchun suv ichibdi uka? Suv ichmayman. Ha? Nima qildi? Anam açık narsa. Açık narsa bu or qo'yding. Ha. Pasat tushirdirishadi. Pasat tushgan. Zo'r ekanmi? Nima yeding? Pasat tushirdi. Hozir Yana pasa tushdimi?